bu galgi mehmonimiz o'zimiz hurmat qilgan restorator Abdurashid aka Eminov bo'ldilar. Nyu-Yorkda restoranlarimiz ochildi. Odamlar ko'rib, brendni ko'rib, narxiga ham qaramayapti. Unga ketsangiz bu premialniy produkt. Moliyaviy erkinlik restoranga kirganda taomni narxiga qarab emas, nomiga qarab tanlagan kundan boshlanadi dedi. Keyin Maldon manba, tuz, bilasan, Nusrat ishlatadigan tuz. Tushundim. Shu mash tuz ishlatamiz. Restoranlarga borsam, endi yomonlashmas, oldingi paytda bunday yesangiz, ana go'sht qanaqadir taom yegandek bo'lasizda, go'sht emas. Medium yoki medium well qilib yesangiz, go'shtim pishmabdi deb qaytaradigan holatlar bo'ladi. Ya'ni chiqib kel. Biz Bahriddin akam bilan ham Moskvada juda bitta ajoyib proyekt qildik. Nomi Bazarnet Baydoniy bo'ldi. Biz franchiza olganmiz, Black Star Burger franchizasini. Amerikada restoran ochilishdan oldin men vizamni olib qo'yishdi. Restoran Egalarini qo'rqinchli tushlaridan biri bu restorandagi o'g'irlik mavzusi. Sizlarning orangizda, ya'ni O'zbekiston restoran egalarida yoki restoratorlar orasida ittifoqlik, ahillik yo'q ekan. Muvaffaqiyatning siri nimada desa, muvaffaqiyatning hech qanaqa siri yo'q. Faqat ishingda ishlash kerak dedi. Kamida 1 million, 1,5 million ketadi-da bir tochkani ochish uchun. Nima deydi? Biroz provokatsion savol bo'lgan bo'lishi mumkin. O shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. O'choq boshi dasturining navbatdagi soni sizlar bilan birga va bu galgi mehmonimiz o'zimiz hurmat qilgan restorator Abdurashid aka Eminov bo'ldilar. Xush kelibsiz. Rahmat. Qandoq aka, charchab qolmayapsizmi? Alhamdulillah. Avvalo 24-yil yil restoratori tanlovida g'olib bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Juda ham havas qildik. Alhamdulillah, rahmat. Davomli bo'lsin, zafarlar. Men hayron bo'ldim, bu narsaga syurpriz bo'lib qoldi menga. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Abdurashid aka, biz do'stlar bilan birgalikda o'choq boshida yaxshi insonlar bilan, har xil soha vakillari bilan ovqat qilib, bir suhbat qilishni niyat qildik. Va bizning maqsadimiz taom retsepti ovqat o'rgatishimiz, balki yaxshi insonlardan, tajribalaridan bahramand bo'lish. Suhbat davomida o'zimiz ham tomoshabinlar bilan ham gaplashib, ularga bir foydali ma'lumot yetkazishni niyat qilganmiz. Rahmat kattakon taklifingiz uchun. Xursandman sizni ham ko'rib, xursandman. Etim bo'li dasturda ham qatnashishga men uchun. Rahmat. Abdurashid aka, sizdan ovqat qilib turasizmi deb so'ramayman, chunki ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'raman. Siz oshxonaga doimo aloqador insonsiz, doim o'zi ovqat qilib turasiz. Hozir ko'rsatuv boshlanishidan oldin ham hattoki o'zingizni maxsus pichoqlaringiz borligini aytdingiz. Bo'lmasam bismillah deb ishga kirishsak. Mayli. Nimadan boshlaymiz? Men sizga bugun assistentman. Ora-orada savol beraveraman. Nima yordam bo'lsa, qolaversa beraveraman. Yana bir bor avvalambor hammaga assalomu alaykum. Taklifingiz uchun rahmat kattakon. Boshidan uzr so'ramoqchiman. Auditoriyadan nima deydi o'zbekchasiga? Auditoriya deyverasiz aka, sizga qandoq qulay bo'lsa. Biz sal endi baribir o'zbek bo'lsamiz ham chet davlatlarda ko'p yurib, sal o'ris maktabida o'qib, o'ris mijozda o'qib ketganmiz. O'shaning uchun sal o'zbek tilida qiynalganim bor, qiynalishim bor ozgina so'zlarda. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar. Bugungi olib kelgan endi men o'zimizni restoranimizga mana 8 yil bo'ldi, alhamdulillah. 8 yil ichida bitta restoranda уже 25 restoran bo'lib, ichida 5 ta katta restoran, qolganlari fast foodni unaqa bo'ldi. Nyu-Yorkda restoranlarimiz ochildi. Bu narsada nima deydi? Boyagi siz bilan anaqa aytgan gapni, u samuray нет цели, у него есть только путь. Bu nimalarni qilamiz xullas kerak. Fabrikatlarni qilamiz mana. Biz o'zimizni razraботаning bitta mahsulotimiz bu bizani faxrlanamiz shu narsada. Alloh yetkazdi shu narsani ham. Buni go'sht ustidan biz ancha ishladik. Nimaga desangiz, biz xosper ishlatamiz. Ispanskiy pech xosper. Uni bir ajoyib anaqasi bor, istoriyasi. Bizga qanaqa tushuntirdi? Xosperni tashlaganingdan keyin 3 minut ichida любой taom pishadi. Zo'r bo'lib pishadi deb aytishganda. Endi bizga shunday go'sht o'zimizga go'shtni tashlaganimizda yog'ish qattiq chiqadi. Endi bizda travinoy ko'rimda. O'zingiz bilasiz. Bizda anaqa мясной poroda O'zbekistonda yo'q. Bizda молочный poroda buqalarni. И travinoy ko'rim. Atkormida sal anaqalari bor. O'shaning uchun qattiq mana bunaqa topish qiyin. Mramor topish qiyin.
O'shaning ustida ancha ishladi u, anaqalik texnologlar qayerdandir kelmadi. Kelishyapti, qaradi. Oxiri o'sha o'zbekistonlik bitta Vitaliy degan qadrdonimiz bor. O'sha ustidan ishlab mana hozir restoranimizga 8 yil bo'lsa, go'sht ustida biz shu kungacha ishlayapmiz. Haligacha. Bu mahalliy go'sht, to'g'rimi? Ha, bu o'zimizdaniki. O'zimizning O'zbekistonning go'shti. Korzinka tarmoqlarida ko'rdim bu narsani. Korzinka tarmoqlarida boshqa marketlarda ham bo'lsa kerak, lekin ko'rib. Korzinkada Zafar akam baraka topsinlar, kattakon rahmat. Shu narsa mahsulotni qo'yishga anaqa yordam berdilar. Alhamdulillah, bugungi kunda yaxshi. Savdosi ham yaxshi. Bitta narsa men faqirlamanki, odamlar ko'rib, brendni ko'rib, narxiga ham qaramayapti. Bunga ketsangiz, bu premialniy produkt. Misol uchun premium. O'zi bo'tga mehr ketgan, narxi ham arzon emas. O'zi bir hazillashib ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda ham aytamizda, moliyaviy erkinlik, finansiy nezavismist deydi ruschalab. Moliyaviy erkinlik restoranga kirganda taomni narxiga qarab emas, nomiga qarab tanlagan kundan boshlanadi dedi. Deb hazillashamiz. Ya'ni shu korzinkaga kirganda ham shu go'shtni narxiga emasdi, mahsulotiga qarab olishasiz aytganingizdek premium. Biz buni harakat qildikki, mana hammaning opisiyaniyalari bor. Hamda agar deb ko'rgan bo'lsangiz QR kod. Kelinlarga, uydagi endi hamma siz bilan bizga o'xshagan restoran sohasidagi ko'p emas-ku. Masjidga telefonda bundoq qilib qilsa, QR kodda aniqiga tushadi. YouTube kanaliga tushadi. U yerda bizning birinchi shefimiz Muzaffar aka, Mirzakarimov o'sha yerda buni ko'rsatadi videoda. Mana qanaqa usullari buni uyda, grildami, duxovkadami, skоворodkadami, любойchasiga tushirib anaqa qilib. Shu o'rinda Muzaffar akaga assalomu alaykum, salomlar yo'llaymiz. Ajoyib inson. O'shaning uchun bu yerda bugun ovqat qiladigan bo'lgandan keyin o'zim mahsulotimni olib kelishim kerak edi. O'shaning birato'lasiga mana shunaqa narsani ko'rsatib, bugungi kunda bu praktichki tayyor. Mana bu men boya aytgandim, bugungi kunga ishlab kelyapmiz deb. Endi bu yoqqa solinmagan, alohida spetsiya olganman, lekin kichkina paketlikda hamma narsasi bo'ladi ichida. Ziravorlari ham, hamma ziravorlar ichida. Keyin maldon manba, tuz, bilasan, Nusrat ishlatadigan tuz. Tushundim. Shu mana shu tuzni ishlatamiz. Bu ham tuz ichida bo'ladi, hamma narsa. Da, steak uchun. Keyin bugungi kunda, Xudoga shukr, alhamdulillah, bugungi kunda biza уже 5 kunga tushdi. 5 kun fermentatsiya bo'ladi. 5 kunda shunchalik natijaga erishiladi sizda? Zo'r. Biza ko'p joyda steaklarni pishirishadi, baraka topsin, lekin qiyin masala demoqchi edim, nimada? Qiyinchiligi nimada? Marinovka qilib yuboradi. Go'sht mazasi ketib qoladi. To'ppa-to'g'ri, mana kivi solishadi, uni qilishadi, buni qilishadi. Men bir xil restoranlarga borsam, endi yomonlashmas, oldingi paytda bundoq yesangiz, ana go'sht qanaqadir taom yegandek bo'lasizda, go'sht emas. O'shaning uchun men aytaman, bizda steak ham shashlik qoladi deyman. Shunday. O'shaning uchun steakni qoidasi faqat shu tuz, ziravor, boshqa hech narsa yo'q. Marinad. O'shaning ustidan ishladi. Biz harakat qildik bu go'shtni yumshatish, avvalambor, ta'mini qoldirish. Shu asosiy vazifa o'shanda edi. Go'sht masalasida bir savol so'ramoqchiman, aynan steak. Ya'ni ma'lumki bizda ko'p holatlarda biroz nima deydi? Steakni pishirish darajalari bor, pishish darajalari, misol uchun medium deymizmi, medium well deymizmi, well dan va hokazo. Bizda qiyin bo'lmayaptimi steak masalasida, ya'ni mijozlar bilan ishlash? Chunki ba'zan o'zimizda ham shunaqa savol tug'iladi yoki shunaqa muammolar bo'ladi-yu, medium yoki medium well qilib bersangiz, go'shtim pishmayapti deb qaytaradigan holatlar bo'ladi. Mana hozir dasturchilarga ko'rayotganlarga bitta narsani aytib o'taman, nimaga ustidan ishladi, ancha ishladi, alhamdulillah ustidan ishladi, o'rganib kelyapmiz. Mana hozirgi kunda ko'plari aytadi, qon deyishadi-da. Mana olib biz qon bilan yemaymiz deyishyapti-da, lekin qon ichida a priori degan so'zi bilan tajribasida endi qon bo'lishi mumkin emas go'sht ichida. O'sha oqqan rozovoy soklar, mana Bahriddin akam biladilar. Bu gemoglobin deyishadi, bu belok. Top-toza belokda. Nimaga desangiz, bu qon bo'lsa, qon qotib qotadi bu birinchisidan. Ikkinchisidan alhamdulillah so'yilayotgan paytda, hamma qonunlar bilan so'yilayotgan paytda qon tushib chiqadi hamma narsa. Qoni qolmaydi. U belok, anaqa sho'rvasi desa ham bo'ladi. O'shaning uchun rekomendatsiya o'zi medium well maksimalniy прожаркасы bo'lishi kerak. Undan buyog'i уже go'sht bo'lmaydi-da, ta'mi ham kelmaydi. Yaqinda bir deyarli o'tgan hafta
Amerika Qo'shma Shtatlarida bir do'stimiz bilan shu go'sht haqida gaplashganimizda bir tajribasini aytdi. Italiyaga borsa, projarka, ya'ni shu pishirishni veldan zakaz qilsa, restorandan chiqib ketibdi. Haydab olgan? Ha, ya'ni chiqib ket, ya'ni veldan pishirib bermaymiz. Shunaqa. Hozir men agar aniga nima deydi, zakaz bersam yoki buyurtma bersam, aniga oshpazlarga janjal qilib yuboradi deganda, ya'ni Shunaqa. ayrim restoranlarda Biz ham go'shtda shunaqa boshladi o'zi ishni. Biz vildan zakaz bo'lganda bizni bermas edi. Yo'q demas edi, medium olib kelib berardi. Pishirib beringlar desam, olib ketardi, yana qaytarib olib kelardi. Qo'yil. Bo'lmasam o'rgatdi, alhamdulillah. Aytib boshlaymiz. Ba'zan shu chetga chiqqanimizda keyin o'zimizga ham kirib keldi. Miraturk yoki bo'lmasam boshqa chetdan kelgan go'shtlar, steyklar rosa ko'p bo'ladi. Mana endilikda mahalliy go'sht mahsulotlari ham, ya'ni go'sht mahsuloti deganda go'sht kompaniyasini mahsuloti. Boya suhbatda 25 ta brend bo'ldi dedingiz. Men rostini aytsam 25 brend emas, ya'ni filiallar, ya'ni 5 tasi restoran, qolganlari. Eshitib xursand bo'ldim. Men o'zi savol bermoqchi edim. Hozirgi kunda nechta? Chunki hamma doim ham kuzatishga borishga ulgurmayapmiz. Safarlardan bo'lib shu o'rinda eshitib xursand bo'ldim. Agarda esingizda bo'lsa, biz Bahriddin akam bilan ham Moskvada juda bitta ajoyib proyekt qildik. Nomi Bazarnet Baydoniy bo'ldi. Bahriddin akam kelib o'zlari, lekin juda chiroyli chiqqan. Men haligacha afsuslanaman. Shu proyekt yopilib ketdi. Biz startini boshladik, keyin karantin boshlandi. Covid yillariga arasida o'rgib qoldi. Boshida Covidga kelib qoldi-da. Ochildi, yopildik. O'zi keyin yopildi, keyinchalik bu yoqqa ham borolmadim. Qanaqadir bo'lib keyin proyektdan ham chiqdim. Bu brendda anaqa partnyorlarimiz har xil anaqa operatsion gruppalarni chaqirib, Black Star Burger deganlar bilan ozgina kollaboratsiya bo'lganda fabrika masala bo'yicha. Endi buni davay masshtabирование qilamiz, go'sht muzlatamiz, uni qilamiz, fabrika qilamiz. Ma'dan to'xtab turinglar, bu milliy, buni fabrika qilib bo'lmaydi. Buni pichoqdan berish kerak, stajyer bo'lish kerak deb ishlashdi, oxiri sal bo'lmadi. Lekin zo'r proyekt edi. Juda zo'r proyekt edi. O'zimga ham vaqti bemahal yozib qolishadi, yaxshi zo'r aniq qilingan. Hattoki ba'zi joylarda shunga o'xshab taqlid ham qilishayotgan. Ya taqlid emas endi. Aka bosib olamiz. Eshitdik, xursand bo'ldik. Doni degan MC Doni. O'zimizning qadrlarimizda uni bir og'iz tortib anaqa qilsa bo'ladi. Tayyor brend demoqchiman. Endi bu yerda nima yordam bering sizga? Yordam hamma narsani tayyorlab olib kelganmiz. Muzaffar akam yordam berdi hammasiga. Kun sayin hozir mana yaqinda ko'rdingizmi, mramor ustiga chiqibdi. Bu ham bir boshqacha. Ko'rdim. Baraka topsin. Endi buni hozir mana yoqamiz. Buni nimadan boshlash kerak? Hech qanaqa yog' kerak emas. Agar uyda ishlayotgan, qilayotgan bo'lsanglar, grill bo'lmasa, agarda qopda oddiy skоворodkada hech narsa yog' ham solinmaydi, hech narsa solinmaydi. Onam bor, hozir skоворodka qizigandan keyin ko'rsataman. Bunga koler beriladi. Koler degan bitta anaqasi bor. Выраженияsi u men buni boshqachasiga tushuntiraman. Запечатать надо deydi-ku. Qoplab qo'yadi. Shu ana kuyib, ham ichidagi narsa ichida qoladi. Tushundim. O'shani tushuntirib. Yuqori haroratda pishganda nima deydi? Ustiga yaxshilab qizdirib pishirib olish kerak. Ko'richka bo'lib olish kerak. Ko'richka, tushundim. 3 minut bu yerdan 3 minut bu yoqdan. Abdurashid aka, qo'li band odamlar dam olish kunlari qandoq qilib, nima deydi, xorda qoladi. Kimdir saunaga boradi, mana kecha Begzod aka bilan gaplashyapmiz, bo'sh paytlari kompyuter o'ynab xorda chiqarar ekan, kimdir kitob o'qib, kimdir ish qilib, sport bilan shug'ullanib. Abdurashid akani dam olish kunida dam olish kuningiz bormi, yo'qmi? O'shanisi yo'q, o'shani aytmoqchi edim. Qaysi payt shuni qilishim kerak, ko'plar aytadi shu narsani. Qarab dam olasiz deydi, men qaysi paytda deyman. Bu tez pishadi, shunaqami? 3 minut. 3 minutda pishadi. 3 minut. Har bitta tomoni 3 minut. Abdurashid aka, siz Amerikaga birinchi franshiza sotgan yoki franshiza restoran ochgan odamlardan hisoblanasiz-da. Alhamdulillah. Alloh nasib qilsin. Franshiza bilan ishlash qiyin emasmi? Bu nima uchun bu savolni so'rayapman? Vaqti bemahal o'zimizdan ham so'raydi, lekin shaxsan men biroz qo'rquv bor, bor, mas'uliyati o'zgacha. Shuning uchun biz tayyor emas deb turgan javob aytaman. O'shaning uchun shu bahonada sizdan ham bir
maslahat, ma'lumotlar. Juda yaxshi savol shu masala bo'yicha, особенно bizani bozorimizda sal tushunadi. Ko'plari oxirigacha tushunmaydi nimaligini. Esingizda bor bo'lsa, biz franchiza olganmiz, Black Star Burger franchizasini. Asosiy ma'lum maqsadim bu proyektga kirish, o'rganish edi. Franchiza nimaligini. O'shani o'rgandim. Tajribasini o'rgandim nimaligini. Keyin qanaqa plyus tomonlari bor? Mana Amerikada boya aytib beryapman, Amerikada restoran ochilishdan oldin men vizamni olib qo'yishdi. Men bora olmay qoldim. Bizda shu yerdan O'zbekistonda полный anaqa telemost qilib, internet orqali telefon qilib, proyektlarni qilib, полный управленческий kompaniyani bu yerda ko'tarib, standartlarni tushirib, bemalol Amerikaga bormasdan biz restoran ochdim. Joyiga bormasdan. Shuni eng asosiy ключевой tomoni bu bo'ldi. Biz uchun tajriba. Hozirgi kunda biz mana shunaqa bemalol shu Amerikadagi restoranimizda bitta proyekt bo'ldi. O'shandan keyin уже bemalol biz уже bilamiz qaysi yo'nalishda, любой davlatda misol uchun удаленно ochsak bo'ladi. Botga kelganda nisbatan odamlar bitta narsani tushunish kerak. Bizni nima franchiza nimaligini. Ertasiga qanaqadir proyekt ochishadi o'zlariga. Я только сторонник, нужно o'zimizda qanaqadir bitta narsani ijod qilishimiz kerak, birovdan olmasdan. Bu yaxshiroq, muammo yo'q, bu zo'r narsa. Lekin odam birinchi marta bu sohaga kirayotgan bo'lsa, franchiza kerak. Nimaga desangiz, bizning franchiza misol uchun men bu go'sht restoranini ochganda ham restoran tayyor bo'lgan, remont. Men 3 oy ochmaganman. 3 oy ochmaganman. Nimaga desangiz, go'shtlarni deb ko'ryapti. Necha ton go'shtlar расход bo'lib ketgan. Prarabotka uchun menyularni ko'targan. O'zingiz bilasiz qanaqa bu ish. Ketma-ket расход ketaveradi. И olayotgan odam уже tayyor решение oladi. Уже bozordan sinov o'tgan tayyor anaqa решение oladida franchizada. Shu plyus tomonlari juda ko'p, standartlari. Ishlash uchun tayyor formula bo'yicha. To'ppa-to'g'ri. Forma bo'yicha ishlaydi. O'zimizga ham qiziqdi, boya aytganimdek, vaqti bemahal o'zimdan ham so'raydi, lekin tez so'q qolar ekan. Doimo javob bera olmayman. Lekin hozirgi kunda juda jadal tarzda umumiy ovqatlanish sohasi ochilyapti. Misol uchun baraka topsin, kuniga bir qancha. O'shaning uchun chet davlatdagilar ham kirib kelishyapti. Yaxshi proyekt. Shu o'rinda savol. O'zingiz Abdurashid aka hurmat qilgan yoki bo'lmasam yaxshi ko'rgan 3 ta mahalliy brend, 3 ta xorijiy brend, xalqaro brend. Imенно shu restoran sohasida. Restoran sohasi. O'zbekistonda va chetda. Pauza qilamizda, keyin o'ylab turib. Bo'ldi. Men shaxsan o'zim shu restoranda hozir ayni damda Alisher aka boplab tashlayaptilar. O'sha Nozif bilan Akramov. Alisher aka yomon tashyapti lekin. Zo'r qotdilar. Ko'rib havas qilib tajribasi oxirgi marta ham gaplashganimda shu narsani aytdim-da. Alisher aka, men zo'r ketyapsiz, men juda xursand bo'lyapman. Ochilayotgan restoranlaringizga emas deyapman. O'tgan tajribangizga xursand bo'lyapman. Bu anaqada juda kuchli narsa. Tayyor komanda, personal gruppa, Arkadiy Novik komandasini o'zingiz bilasiz, ular kuchli. Shunday. Bizni qizig'i har xil konsepsiya hammasi xudoga shukr zo'r uspešnida. Misol uchun endi uspeshni degan chetdan qaraganda aniq qilamiz, lekin havas qilamiz. Ya'ni restoran egasi qachon xursand bo'ladi? Kelganda zal to'la bo'lsa xursand. Shunaqa. И tarelka bo'sh qaytsa xursand. Давайте, bismillah. Skоворodkani qizitib olamiz, avvalambor. И ozgina yog' surib olamiz ustidan. Bismillah. И go'sht tushganda ham plotno tushishi kerak. Bismillah. Ag'darib qo'ymayman, mayli. Qo'yib bo'ling. И go'shtni mana shunaqa plotno qo'yganimizdan keyin surmaslik kerak, mana bunaqa aylantirib. Bittada turish kerak. Ano joylari blokirovka bo'lishi kerak. Bitta sekundamer qo'yib qo'y. Taxminan, endi Bahriddin akam sekundamer ishlaydilar, men sekundamer bo'laman. Yo'q, to'g'ri. O'zi milliy oshxona bo'yicha aytaman. Yosh katta ikki xil avlod, yosh avlod, yosh katta avlod. Yosh avlodlar ko'p holatlarda nima deydi? Ichki ovozga va ko'p holatlarda taxminan ishlayapti. Lekin yosh katta, men milliy oshxona bo'yicha aytyapman. Yosh katta ustozlarni, oshpazlarni oldiga boryapmizda, tajribasi biznikidan bir necha marotaba, ming marotaba ziyoda bo'lishiga qaramasdan, hali ham tarozi bo'yicha
vaqt bo'yicha necha daqiqadan keyin guruchni aylantirish kerak. Mana o'shandan keyin biz demak noto'g'ri yo'lda ekanmiz. Shu ustozlarning tutgan yo'li to'g'ri ekan. Shu vaqtini qo'yyapti kerak. Bizda Muzaffar hamma joyda sekundamer bizda bor. Hamma joyda. Bunda knopkani bosib qo'yadi. Baraka topsinlar. 3 minut bo'lsa, har bitta povor shunaqa anaqada pip chil deydi, budilnikka o'xshagan narsa. Bilasizku, ko'rgansiz-ku mana bunaqa. Bu joyga yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Har bitta garachiyda anaqalarda bor. Sekundamer qo'shtiriladi. Aka, shu o'rinda kompaniya haqida, ya'ni tizimlashtirish haqida so'ramoqchi edim. Mavzu bevosita Muzaffar akaga oshxonaga borib taqalgani uchun aytyapman. Restoranda rag'batlantirish yoki bo'lmasam jazolash, bonusli sistema deymizmi, nima deydi? Qandoq sizda yo'lga qo'yilgan? Menda garant bor, oylik. Mana oylik bor, deyiladi misol uchun. Endi o'zingiz bilasiz, ko'p joylarda shtrafnoy bor. Misol uchun, mana udержание, agar ishga chiqmasa, bilasizlar. Lekin bizga misol uchun qilgan, mana mehnatini qilgan, lekin pul bermaslik men uchun to'g'ri kelmaydi. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Nimaga desangiz, bu yaxshi narsa emas, baribir. Nima men qilganda ham baribir mehnat qilgan. To'g'rimi, noto'g'rimi qilgan. Mehnatiga pul olish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Mana oddiy misol. Kelishib, mana 1 million so'm oylik oladi. Aytinglar, uslovni mana 1 million garant qilaman-da. 300 ming bu bonusli bo'ladi mana. KPI ga o'xshagan narsa. Mana 1 million 300 olasan deb. Lekin mana bunaqa punktlarni bajarganingdan keyin 1 millionni по-любому olasan, lekin mana bu punktlarni qilsang, mana shu 300 ming senga tushadi. Tushunarli. Zo'r. Endi agarda qilmasa 300 mingni olib qo'yaman. Biz 1 million oyligi qoldi. Bu bonusni mani haqqim bor. U yoqqa berish. Bonusdan yoki berish yoki bermaslik уже bizdan anaqa qilamiz-da. Restoran ahlini, restoran egalarini qo'rqinchli tushlaridan biri bu restorandagi o'g'irlik mavzusi. Bu kabi yomon illatlardan kompaniyada qandoq choralar ko'rgansiz yoki bu yomon illatlardan qandoq qilib qutulsa bo'ladi? Bu narsa jiddiy narsa biz uchun. Avvalambor biz ustidan ishlab chiqamiz har bitta kelgan ishchilar bilan. Bizda целый komanda bor, har bitta подразделениyaning o'zini katta anaqalari bor, nima deydi? Ну, начальник департамента, да, он общается с сотрудниками и доносит, что такое хорошо, что такое плохо, первично. Но bizda цепочка так выстроена, система, экосистема так выстроена внутренняя. Bu цепочкада agarda o'g'illik qilaman desa, kamida 5 ta odam sgovorda bo'lishi kerak. Mana shunday qilib qo'yganmiz. O'shaning uchun bu sal qiyinroq bo'ladi shu narsada. Ana bitta o'zi olmaydi. U bilan sheri bo'lish kerak-da. Sheri bilan sheri bo'lish kerak-da. Shunaqa harakat qilganmiz, shunaqa qilib qo'yish. Dam olish kerak. Bu eng asosiy narsa. Mana shu muhimi. Bu narsani ko'pchilik rioya qilmaydi, ha? Shunda oladi-da, yeyishadi. Shunda berib yuborishadi. Mumkin emas. Bu turish kerak. Mana hozir mana qildik-ku, mana shu hozir 5 minut, 10 minut tursa yetib boradi, o'zi pishib oladi. Mana shu yotib pishadi. Bu yoqda, bu yoqda mana shu pishadi. Dam olayotgan paytda pishadi go'sht, o'zi steak shunaqa. Yana bir muhim ma'lumotlari, adashmasam, steak muzlatgichdan tushmasligi kerak. Shunaqami? Ya'ni muzlagan holida, sovigan holida pishirmaslik kerak. Shunaqa. Morozellikda bo'lsa plyusga solish kerak. Oddiy xolodilnikda. Oddiy xolodilnikdan olib turib, yana ozgina komnatniy 5 gradusga chiqish kerak. Mana shu muhim masala. Ya'ni steakni to'g'ri muzlatgichdan olib pishirsa, qotib qolishiga sabab bo'ladi. Shunaqa. Bu avval xona harorati ozroq turib, endi mana ikki tomondan mana 3 minut rovni ikki tomondan bizni ko'lirib berdik. Mana. Lekin xohlasa. ko'rinishi mana pechatlab qo'ydi. Bomba. Mana pechat bo'ldi-da, mana. Zato ichidagi narsalar mana ko'richka bo'lib qoldi. Endi shu turishida dam olish kerak. Go'sht mahsuloti organizmimiz uchun eng og'ir narsa keladi o'zi. Anaqada hazm bo'lish uchun. Biz O'zbekistonda o'rganmaganmiz bunaqa narsaga. Endi chetdan kelgan narsa, lekin bunda juda foydali narsasi bor. Kletchatka deyiladi. Zelen. Bozorlar alhamdulillah mana Zafar aka anaqa korzinkalarida kirsangiz, отдельный polkaga shu ras xavos qilaman. Blok отдельный anaqa salatlarni o'zi sotishyapti. Dunyo bo'yicha juda rivojlangan bu narsa. Biza lekin salat desak, bizda achshuv faqat. Shunday.
yoki bo'lmasa mayonezli u g'irt zarar. U salat bo'lgandan salatlar. menga что-нибудь dietический mayonezli salat deydi. Shunaqa. Lekin xudoga ming shukr, hozir mana kundan kunga yaxshi restoranlar ochib, insonlarning salatga bo'lgan talablari ham biroz o'zgaryapti. Endi men nima demoqchimanki, hamma narsa bozorda bor. Mana deyman, bitta salat Muzaffar bilan biz ishlab chiqdik. Ketma-ket bo'lib ketdi. Men bitta dava kletchatkali salat qilaylik dedimda, mana shu yig'ilib ketdi. Ana pomidor o'zimizaniki bodring. Bozorda hamma narsa bor. Aytgancha bitta narsani aytib beraman. Bozorga tushib romana endi. Hozir aytaman, 3 yil oldinmi, men Muzaffar romani qarasam O'zbekistonda bor so'raga alaychilarga borib surishtirganda, mana shunaqa qilib beringlar, bizda yo'q nimaligini deb, shu ana anaqa salat sotadiganlarga ko'rsatganda, shu bitta odamda bor edi. Sekin-sekin hozir alhamdulillah qarang, ko'payib ketdi. Bu juda foydali narsa. Bu aysbergdan ancha aqlliroq desa bo'ladi. Ya'ni foydali. Mana shunaqa aysberg ham ishlatsa bo'ladi. Lekin bu mana listiya romani, rukola degan o't bor. Bu shpinat mana. Shpinatni o'sha ko'p qilish kerak. Achuchuvdan boshlaymiz. Ana bo'lmasa. Bismillah. Buni yaxshiligi hozirgi kunda O'zbekistonda yetishtirishni boshlashda. Hozir hamma narsa bor. Men nima demoqchimanki, привозной bo'ladi, ya'ni olib kelgan bo'lardi. To'ppa-to'g'ri. Doim ham topilmas edi. Ovqat yeyishda ham o'zini usullari bor. Bu ovqat yeyishdan oldin zelenam yeyish kerak. Любой bizda og'ir ovqat yeymiz, qozon kabob, osh yeymiz, ko'p narsa yeymiz. Shu boshida mana shunaqa ko'k narsa yeb qo'yish kerak. Yeganimizdan keyin kletchatka tushadi. Kletchatka для пищеварения самый лучший anaqa instrument. Shu o'rinda qo'shimcha ma'lumot, bularga pichoq tegsa, to'ppa-to'g'ri tez o'tirib qoladi va tez nima deydi, kimyoviy reaksiyaga kirib tez buziladi. Shuning uchun buni baraka toping. Qo'lda maydalash kerak bo'ladi. Abdurashid aka, yaqinda bundan bir 3-4 oy muqaddam bir MDH davlatlaridagi mashhur restoratorlardan biri keldi. Va menga aytayaptiki, sizlarning orangizda, ya'ni O'zbekiston restoran egalarida yoki restoratorlarning orasida ittifoqlik, ahillik yo'q ekan. degan bir nima deydi, diagnoz qo'yib ketdi-da. Siz misol uchun oxirgi paytlarda juda ko'p ko'ryapmiz, ko'pincha shu safarlar ham ko'p qilyapsiz va qolaversa boshqa davlatdagi restoratorlar bilan muloqotda bo'lyapsiz. Boshqa joylardagi munosabat va o'sha do'stimizni, o'sha tanishimizni bildirgan munosabatiga siz fikringiz? Nima deydi? Biroz provokatsion savol bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'ldi. Nimaga desangiz, birlik degan narsada endi restoratorlarni misol uchun birlik. Bu sohaga kirganimda, kelinglar yig'ilamiz, u yoq takvano. Aktivist edim. Keyin qarasam hech kimga kerak emas ekan, o'zim ishimni qilaveray, vaqtimni o'tkazmaydi dedimda. Shu mana qadrdon restoratorlar ko'p. Biz mana общаться qilamiz, ko'rishamiz. Mana siz bilan hurmat qilaman. Qachon anaqa qilmasam, yaxshi anaqada eslab turamiz, bir-birimizni aloqamiz siz bilan bor. Lekin meni ham ko'p chaqirishadi. Yo'q emas, chaqirishadi. "Yo'q, keling. Men bora olmayman." Ish ko'pligidan, ya'ni bu kimdandir, nimadandir uzoqlash uchun emas, balki vaqt bo'lmaganligidan. Buni ham solamiz, boyagi nomini bilmaydi, topolmagan narsani. Rukola ham mana ketdi. Mana bu anaqa shpinat. Shpinat o'zi ko'proq bo'lishi kerak. Eng foydali hozirgi kunda mana bahorda zo'r ketyapti. Mana o'zimizani, mana bilmaydi, o'zimizani rayhon bilan kashnish. Rayhon bilan kashnish ozgina emas, ko'ramiz. Batva svikli chiqibdi. O'sha aytgandek svikla, batva svikla chiqdi. Mana hammasini qo'shib oldim. Misol uchun zelenni qancha ko'p bo'lsa shunchalik yaxshi. Endi bunga hech narsa kerak emas, faqat shu olivkoviy yog'da, uyda olivkoviy bo'lmasa oddiy podsolnечный anaqa bilan qo'yib yuborsa bo'ladi. Bunday qilib. Asosiy mana bitta mana shunaqa yong'oq. Uyda kimdir yong'oq bo'ladi, kimdir bo'lmaydi. Yong'oqlar juda foydali narsa. Bu nima? Oshqovoq urug'i. Oshqovoq urug'i. Bozorda hamma narsa bor. Kunjut. Bu kedrovый орех deydi. A tak, в принципе, любой yong'oqni uydagi bor narsani misol uchun qilib, mana shu ustiga bitta obilni qo'ysa bo'ladi. Misol uchun. Bunday qilib.
bo'ladi. Keyin tuz beramiz. В любом случае tuz berishimiz kerak. Ozgina ko'p emas. И shakar. Qo'y. Shakar обязательно bo'lishi kerak. Shakar buni o'zini qasini beradi. И limon. Ana. Uyda qo'lda quvuraman. Aha. Kamera bo'lgan shu hikoyat qilyapsiz, to'g'rimi? Lekin mana qo'limni spetsiyalni borib anaqa yuvib keldim. Qoidasi bor. Mana, ramani sal krupniy bo'lib qopti, sal kattaroq bo'lib qopti, buni bo'lib boshlagan bo'ladi ozgina. Bunda. Ruka чистая, душа чистая degan bir gap bo'lardi. Qalbi toza insonlarning qo'li ham toza. Endi buni sekin olib, zato ko'ngil toza degan bir bismillah bo'lardi. Hamma narsa bozorda bor. Shundan boshlash kerak. Agar to'y marosimlarda eng yaxshi joy qayerda bo'ladi? Oshxonam? O'choqboshi. O'choqboshi. O'shaning uchun ham bizni dasturimizning nomi O'choqboshi. Aynan shu O'choqboshida mana bunda o'zim maqtab qo'y. Lekin o'zim maqtamayman, zelini maqtamayman qoidaligini. Xursdan dahshat. O'shani. Endi go'shtni anaqa qildik, go'shtni davomini qilishimiz kerak biz. Qaranglar, garnirga kelganda o'sha sabzini qaynatib, ozgina vildan deyishadi, oxirigacha olib bormasdan uni olinadi-da, sovutgandan keyin mana shu skоворodkada qovuriladi, ikki marta ozgina aylantiriladi. Shu narsa. U ham ko'lib beradi, al dente. Al dente, to'ppa-to'g'ri. Mana bu kartochka, yosh kartochka, anaqa oqlanmagan. Prosta qaynatilgan, bu pishgan kartochka. Pishirib bo'lganmiz bu narsani. Mana o'rtadan bo'lamiz. Bismillah. Mana bu kartochkalarni boyiga go'sht pishirgan skоворodkada biz tizib chiqamiz. Qo'lib beramiz bunga ham. Bunga ham qo'lib beramiz. O'zi pishgan kartochka qaynatilganda varyonnoy deydimi? Чеснокка желательно anaqasi bilan. Sa shkurkani nima deydi? Tozalanmagan chesnokni olib, ustidagini olib tashlaymiz. Bu yuvilgan bo'lishi kerak albatta. Oshxonadagi narsa yuvilib kiriladi bizda anaqa sexdan. Tak. Buzamiz buni. Abdurashidek oxirgi paytlarda ko'p amin bo'lyapman. Ya'ni qiziq oxirgi paytlarda shu savol meni ko'p qiynayapti. Muvaffaqiyatli insonlarning deyarli aksari kam uxlar ekanda. Yaqinda Laziz aka bir chiroyli bir gap aytdilar. Muvaffaqiyatning siri nimada desa, muvaffaqiyatda hech qanaqa siri yo'q. Faqat ishingda ishlash kerak dedilar-da. Ya'ni dangasalikni yengish degan ma'noda nazar tutib aytibdilar-da. Endi o'ziga yarasha biznes etikasi yoki biznes qoidalari bo'lishi kerak, bunga e'tiroz yo'q. Lekin nima bo'lishidan, nima ish qilishdan qat'iy nazar, misol uchun tanballikni yig'ishtirib, ko'proq harakat, ko'proq mehnat qilsa, muvaffaqiyatga erishadi. Abdurashid aka, siz bir kunda necha soat uxlaysiz? Bir yaxshi bo'ldi. Mana bugun 5 soat uxladim. Tak 6 soat mana shunaqa. Haftaning oxiridan osilib qolaman. Bitta uxlab olishim kerak. Lekin dushanbaga boshlab yana rejimga kirib olamiz 5-6 soatlik uxlash. Harakat qilaman vaqtliroq uxlash. Men hozirgi paytda yosh o'tgan sari уже organizm oldin biz yosh paytimiz bilinmas ekan. Hozir mana harakat qilaman 11 da уже uxlayman. 11 da uxlayman. Bomdoddan oldin turaman, ishlarim qilaman, keyin shu bomdoddan keyin uxlamayman-da. Ancha anaqa. Yaxshi. Lekin uxlasam uxlab qolaman, keyin ezilib ketaman. O'zi restoran egalarida bir qoida bor. Hamma tushlik qilayotgan bir pallada biz nonushta qilamiz-da. Shunaqa. Abdurashid aka, o'zingiz yoqtirgan 3 ta mahalliy brend va 3 ta xorijiy brend. Bu restoranga oid masalalar. Mana mahalliy brendlarga kelganda yaxshi restoranlar hozir ochilib yotibdi, ko'plari kelishyapti, chetdan kelgan katta zo'r proyektlar qirilyapti, lekin ularni maqtash endi biz o'zimiznikini e'tiborga olishimiz kerak. Bizni qilgan mehnat, bizni qilgan tajribaga yetish. Misol uchun mana sizning proyektingiz Oqsuv. Men borganman.
uydagilarni olib borganman. Men uchun markerda, misol uchun ota-onamni olib borgan bo'lsam, u prosta olib bormayman u yoqqa. Beshmarani yeb ketuvdik mazza qilib. Shashlik degan proyekt bor O'zbekistonda, juda zo'r. Vashli cho'tga ketdi. Keyin mana hozirgacha любой mehmonni olib borsam, mazza qilib ketishadi. Shashliklari, mahsulotlari hammasi zo'r. Mana ko'rib berilyapti. Keyin katta proyektlarni aytsak, mana Evas Husomiddin akam ishlariga men havas qilaman. Juda misol u mahsulotni yemagan bo'lsam ham, kompaniyalar o'sishi, rivojlanishi, qanaqa ob'yemlariga chiqishi, misol uchun endi meni orzuyimda, hammamizning orzuyimda ko'rib havas qilamiz. Hozir restoranlarni ko'ring, keyindan qilib olishmaydi, оборудованиялari. Shunday. Kamida 1 million, 1,5 million ketadi-da bir tochkani ochish uchun. Yaqinda bir taqdimot bo'ldi. Qayerdadir ko'zim tushdi adashmasam. Baribir eng ko'p buyurtma bo'yicha Evas Nomer 1. Dastavkada, boshqada chempion. Yandex adashmasam Yandex taqdimot o'tkazdi adashmasam, ya'ni Yandex anonsi bo'yicha eng ko'p zakaz olgan Evas bilan KFC. Ya'ni mahalliy brend bilan xalqaro brend deyarli tenglashgan, maşallah. Safiyani ham o'tib o'tishim kerak. Zo'r, juda boshidan kichkina bitta kafenyada bugungi kunda qarang, rivojlanganini shu Bekzodil aka bilan men ham bir ko'rishuvdim. Olib bordim mehmonlarim bor edi, tadbirkorlar. Ko'rsatim zavodlariga bor, rosa havas qildi. Sistema Kaizen, mana anaqa orzuyim. Shu narsani kiritilgan ekan. Kaizenni endi bilasiz, sistemani upravleniya. U boshdan boshlanish kerak. U men o'zim, misol uchun o'zimni kiritirish uchun men o'zimdan boshlashim kerak-da Kaizenni. Uning uchun ham ish tashlab Kaizen qilishim kerak. Biz oldingi suhbatda Bekzodil bilan suhbat qildik. Darhaqiqat ulardan ham juda ko'p ma'lumot va tajribalarni oldik. Men juda havas qilaman bularga ishlariga. Shunday, xuddi shunday. Mashallah. Haligi zo'r, mashallah. Bildirgan fikrlaringizga ham qo'shilaman. Endi xalqaro brend. Safar chog'ida yoqqan, mana odatda odamlarda ikki xil yoqadigan restorani bo'ladi. Bittasi doimiy borib ovqatlanadigani, ikkinchisi safar mobaynida ko'rgan, yoqqan restoranlari. Qarang, u juda ko'payib ketsa kerak. Bizim lekin ko'chada ko'rsam kirib ketadigan joylarimni aytaman. Italyanskiy anaqaga kelganda bu Cipriani. Italyanskiy ovqatni yaxshi ko'raman. Taomlar juda yaxshi, Cipriani bo'lishni yaxshi ko'raman. Qattiq ko'rmasam kirib ketaman. Pastalarni yeb mazza qilaman. Keyin Rossiya, men uchun Rossiya bilan Rossiya ancha rivojlanib ketdi. Moskva bilan Piter. Men misol uchun menda naborot Piter turadi, keyin Moskva turadi. Sankt-Peterburgda mana yaqinda yana borib keldi. Bir ikkita ko'rdik, ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib turamiz. Bir ikkita joylarni ko'rdim. Agarda Sankt-Peterburgga borib, agarda ko'rsanglar, Счастье degan proyekt bor. Eshitmaganmisiz? Kafenya. Mazza qilasiz. Qancha bo'ldi bormagansiz? Счастье deydi. Shunda prosta oddiy счастье deb baxt degan deyilgan narsa. Shunaqangi mehr berilganki, shunaqa konseptualniy zavtraklari nomer 1. И yana bitta proyekt bor, u Kafemaniya. Kafemaniya, seti Kafemaniya rivojlanishi juda ajoyib, zo'r. Bitta anaqa oddiy budkadagi kofe sotib yurgan bugungi kunda eng katta kompaniyalardan biri bo'lgan. Lekin standartlari ancha baland. Misol uchun juda baland. Anaqalardan qolishmaydi, даже oshib ham tushishi mumkin. O'sha rapaport rostdan ijtimoiy tarmoqlarda endi Rossiyaga anchadan buyon bora olmayapman. Lekin ijtimoiy tarmoqlar orqali rostdan ham ular zo'r. Biz saryo qo'yamiz. Saryo kuymasligi kerak. Skоворodka kattaroq bo'lgandan keyin sal ko'proq ham boshqa hech narsa qilmaydi. Chesnokni tashlaymiz. Rozmarin yaxshi bir hid beradi. Mana shu steyklarimizni botirib olamiz. Yana bu yoqqa qaytarib solamiz. Eng zo'r mana shu xurmo. Bu ham nimaga kletchatka deyman. O'zingiz bilasiz, xurmoda eng baland kletchatka. Misol sizlar ham aytganlar-ku, asosiy ovqat shu quvvat beradigan shu narsa. Buni tozalab qarang. Tozalaymiz-da. Anaqa, nima deydi mana? Anaqa. Salomkada. Salomka yoki pichoq yoki qo'lda qo'shib yuborish kerak edi. Buni ag'darish kerak. Faysalni oldiga arablar, nima amerikaliklar. Amerika arablarni qo'rqitadi-da. Qo'rqitsa, Amerika prezidentini chaqirtirib, cho'lga olib boradi, zamzam bilan xurmo beradi.
zamzam bilan xurmo beradida aytadiki, "Sen meni sanksiya qilaman, u qilaman, bu qilaman deb qo'rqitmagin. Biz xurmo yeb, suv ichib katta bo'lgan qavmmiz. Yutqitadigan hech narsamiz yo'q bizda. Xurmo yeb ham, suv ichib ham qornimizni to'ydiramiz. Kunimiz o'tadi. Seni neftingga ham, dollaringga ham, sanksiyangga ham eng mashhur qiroli shu endi, o'ldirib turib olishgan-ku. Rosa arablar yaxshi ko'rgan. Eshitmaganim ekan bu anaqani. Bizning jiyani keyin o'ldiradi uni. Saudiyanikimi? Saudiyana bu paytlardagi. Lekin medium yegan anaqada go'shtga e'tibor berish kerak, qatdan tushayotgan go'sht. Ya'ni nimaga desangiz, mana har podryad go'sht medium yeb bo'lmaydi. Uni boqishi bor. Qatdan olingan mol. Nima bilan boqqan bu narsani? Shularga e'tibor berish kerak. Anaqadan o'tganmi, sanitarniydan o'tganmi, o'tmaganmi shu narsani bilish kerak edi. Baribir menimcha bilib qo'yish kerak deb o'ylayman. Hozir endi yaxshilab aralashtiring-da. Mana shu xurmo bilan yeb ko'ramiz hozir. Bo'ldi. Va vasha maza qilasiz. А так, если что, салат запатентованный. Bo'ldi. Menyuga kiritmayman. Отвечай menyuga. Yo'q, men xursand bo'laman, biroq bu menyuda. Xurmoni bizda haligi o'sha siz bir savol bersak bo'ladi, mualliflik huquqi juda unchalik e'tibor qilinmaydi-ku. Xurmoni o'rniga persik qo'yib yuboramizda. Yo'q, xurmo bilan qilsangiz zo'rda, bu клетчаточная bomba desa bo'ladi-da. Jana endi mashtan boshlaylik. Nimaga desangiz, kesamiz-da buni. Kesib chiqamiz. Qarang, bu steykni men bu usti tomoni bor men bu joy. O'zi eng shirin men mana shuni yaxshi ko'raman. Mana shu ta'mi boshqacha mana shu joyini ustida mana poloskasi bor. Bismillah. Lekin qo'y. Sal medium chiqibdi. Lekin bilmadimmi? Dasturga nima bo'ladi? Dahshat chiqibdi, lekin men shaxsan mana shunaqa. Men ham mana shunaqa yeyman. Ha, shunaqami? Ha. Qo'y. Bu boribdi mana. Bu medium well, ha, medium well ketibdi bu. O'zi steykni qoidasi restoranlarda ko'plarda kesib beradi, mana shunaqa. Buni kesib bergandan keyin 5 minut ichida yuborish kerak. Suvi ketmasa, qurib qoladi bo'lmasa. Tak. O, anaqalari. Tuz, mana tuz Maldon boya aytdim. Eng foydali tuz shu bo'ladi. O'zingiz bilasiz. Oxirgi paytlarda bizga ham baraka topsin, olib kelishni boshladi. Oldinlari iste'mol qilinmasdi, adashmasam yo'q edi. Shuni bilasizmi, qayerdan olardim? Germaniyadan zakaz qilardim. Nimaga? Turkiyadan emas, imенно Germaniyadan kelardi bu. Go'sht birinchi kundan go'sht oshganimizdan beri mana shu go'sht tuz bor edi bizda. Juda qimmat turardi bu. Hozir sal anaqa bo'lib qoldi. Tuz, asosiy tuz berdi. Endi hamma garnirni bundoq qilamiz. Ko'rdinglar, mana oddiy pishgan kartoshka, varyonniy kartoshkamizni go'sht ta'mlari kelib, yaxshi, lekin ko'rinishi ana derivenskiy bo'lib qoldi-da, как garnirga. Juda ham ajoyib. Endi chiroyli tizishni endi Bahriddin akam biladilar, men bilmayman. Yo'q, o'zi рабочий крестьянский. Ha, mana eng mazalisi ham shu. Kadr ortidan bilinib ham turibdi. Ozgina mana shu saryog'imizni juda ta'mli sariyog'da bu. Toza mazasi chiqqan sariyog'. Shundan qo'yib yuboramiz. Tak. Endi Abdurash aka bir oxirgi savollardan biri. Boya aytib o'tganingizdek, dam olishga o'zi vaqtim ham bo'lmaydi dedingiz. Bo'sh paytlarda, misol uchun bir yoshlar maza qilib ko'rishi uchun yaxshi bir kino yo yaxshi bir kitob tavsiya
Так, я сейчас не вспомню. Кино, man kinoni tavsiya Qilolmaymiz. qilolmayman. Aha. Ko'rmayman, bilmayman. Ha. Shunaqa deya qo'yaylik, tinchgina. Kino ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Samolyotda misol uchun men shaxsan o'zim oxirgi paytlarda samolyotda uchganimda kino ko'rish imkoni bo'ladi. Yoki bo'lmasam nimadir eshitish imkoni bo'ladi. Qolgan payt mana bir Eshitish eng zo'rdan. Kino ham ko'rib qolaman. Kinoni Бля, так давно фильм не смотрел. И у меня с памятью все плохо, братан. Manda so'ramayman bu narsani. Kitobga kelganda kitobni ham men boshqa kitob tavsiya qila olmayman. Lekin asosiy qanaqadir ilmli narsalar bor. Любой ilmli narsa. Bizni dam olayotgan paytda men bitta narsani tavsiya qilaman. O'zim uchun bildim. Dam olayotgan paytingizda любой qilgan mehnatimiz, mana ishga kiramiz-ku, har bitta joy ishlash kerak. Bizga Alloh bergan 24 soat vaqtimiz bor. Ajratilgan. Shu narsa har bitta o'tirganimiz, turganimiz, yurganimiz, dam olganimiz biz uchun foydali narsa bo'lishi kerak. O'shaning uchun meni fikrim shunaqaki, agar dam olayotgan bo'lsa, misol uchun mashinada muzikam yo'q, men leksiya eshitaman. Har xil kitoblar, audio kitoblar. O'qish menga qiyin, lekin hozir oxirgi paytlar deyarli hamma audio kitobga o'tib oldi. Audio kitob zo'r. Har xil misol uchun podkastlarni ko'raman. Chetdagi qanaqadir o'zimizniki, o'zim uchun fikr olaman. Kimdir o'zim sohammi yoki финансовый блог. Есть одна книга, я не могу вспомнить, сейчас ее читаю, название не помню. Называется «Бизнес глазами ресторатора». Anaqa yozdi. White Rabbit'da anaqasi. Zarkov kitobi. Juda ko'pchilik maqtadi. Da, o'shani o'qishni boshladim. Maqtadi. O'shani o'qishni boshladim. Juda ko'p tavsiya qilaman shu narsani. O'choq boshida bejiz emas, o'choq boshida oyoq, ya'ni tikka turib yeyilish kerak edi. Shunaqa, o'tirib, qana o'tirib. Boyaga aytganimizdek, to'y marosimlarda O'zbekistondagi to'y marosimi deyarli hammasi eng zo'r joy yo ombor yoki bo'lmasa o'choq boshi bo'lganda, o'sha qani go'sht, o'zi salatdan boshlash kerak. Qani salat, mana xurmoni qo'shdim. Xurmo bilan olib, mana xurmoni oling. Обязательно xurmoni. Mana oldim o'zini. Lekin ajoyib. To'g'ri. Bismillah. Yaxshi. Go'sht turibdi ancha. Go'sht olishimiz kerak. Oling. Qani? Bismillah. Men boya aytib o'tganimdek, menga ko'proq shu medium. Я доволен собой deydimi? Sizlarda nima deydi? Shioriylar bor-ku, nima go'sht bo'lsinmi? Osh bo'lsin, go'sht bo'lsin. Go'sht bo'lsin. Alaqalar mazasi yaxshi o'tgan-a? Zo'r chiqdi. Qo'lingizlar ko'rmasin. Rahmat. O'zi mana asosiy hech narsa qilmadi. 2 marta ag'dardi. Bo'ldi, dam oldi, steak tayyor. Ajoyib. Kartoshka qanaqa bo'libdi? Kartoshka ham dahshat. Steak yeyish uchun go'sht restoranida barchani kutib qolamiz. Albatta. O'zingiz pishirmoqchi bo'lsangiz, tayyor korzinkada go'sht mahsulotlari bor. Ko'rib turganingizdek 6 nari borsa 10 daqiqada tayyor bo'ldi. Agar 10 daqiqa vaqtingiz ham bo'lmasa, unda go'sht restorani sizlar uchun. Abdurashid aka, sizga tashrifingiz uchun rahmat deyman va kelgusi faoliyatingizda muvaffaqiyat tilaymiz. Sizlar bilan esa kelgusi dasturlarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling deb qolamiz. Agarda savollaringiz yoki bo'lmasam kelgusi ko'rsatuvlarda kimlar chiqishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring va shu bilan birga kanalga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.